Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Yaponiya Xitoyning monopoliga qarshi alohida qadam bosdi. Xitoy siyrak to'pi sohasini monopol qilish orqali boshqa davlatlarga besim qilayotgan, ularga qarshi ko'zir qilib ishlatayotgan, shundaqla Yaponiya Xitoy diplomatik krizi davomlashayotgan bir vaziyatda Yaponiya o'zgacha qadam bosib, Chunqur dengizdan siyrak to'pi qazilmalari echishni planladi. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, Yaponiya hukumatı bultur yil oxirida bu plani haqida to'xtalgan bo'lib, Chunqur dengizdan siyrak to'pi qazish o'lgi tajribasi 11 yanvardan tortib rasmiy qo'zg'atildi ekan. Bu xil usul dunyo bo'yicha tunji hisoblandi ekan. Yaponiyaning yer shari nomli Chunqur dengiz tekshirish paraxoti Minamitори Shima oroli atrofida 6000 metr cho'nqurlikdagi dengiz ostidan siyrak to'pi elementlari bo'lgan laylatqalarni qazib elib, bulardan oz uchraydigan muhim elementlarni ayirib chiqdi ekan. Yaponiya taratqullarining xabar qilishicha, Minamitори Shima oroli atrofidagi Chunqur dengiz ostida taxminan 16 million tonna siyrak to'pi bor bo'lib, butun dunyodagi 3-cho'ng siyrak to'pi zapisi hisoblandi ekan. Bunun ichida muhim elementlardan bo'lgan disperozi va itterining zapisi 700 necha yil ishlatishga yetadi ekan. Mutaxassislar bu haqda to'xtalib, agar Yaponiya Minamitори Shima oroli atrofidagi siyrak to'pi boyliqini unumli qazib chiqa olsa, davlat ichidagi ta'minlash zanjiri bexatarligiga kapolatlik qila oladiganligini, Xitoyga beqinib qolishdan zo'r darajada saqlana oladiganligini, bu yana Takaichi hukumatiga nisbatan bir strategik ustunlik ekanligini ta'kidlagan. Yaqinqi bir necha yil mobaynida Xitoyning siyrak to'pi monopolligini ko'zir sifatida boshqa davlatlarga besim tushirishga, tahdid solishga ishlatilishi dunyoni cho'chitgan bo'lib, Amerika, Yevropa ittifoqi, Yaponiya, Turkiya qatorliq ko'plagan davlatlar o'zak to'kliq avtomobil va boshqa muhim ishlab chiqarishlarda zarur bo'lgan siyrak to'pi elementlarida Xitoyga beqinib qolishni azaytish uchun harakat qilmoqda. Jumladan Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va Isroiliya qatorliq 5 davlat bultur dekabr oyida sun'iy aql uchun muhim bo'lgan Krimni qatorliq muhim mineral moddalarning ta'minot zanjirini qo'g'dash uchun Krimni tinchlik xitobnomasini imzolagan edi. Irondagi namoyishlarda 40 ga yaqin kishi hayotidan ayrildi. Amerikaga joylashgan bir inson haqlari tashkilotining dokumentlariga asoslanganda, Irondagi 31 viloyatda davomlashayotgan norozilik namoyishlarida 2217 kishi qo'lga olingan. Hayotidan ayrilganlarning soni 38 ga yetgan bo'lib, buning 34 namoyishchi va 4 davlat xavfsizlik xodimi ekan. Amerikaga joylashgan mazkur tashkilotning to'r betida e'lon qilingan dokumentda namoyishlarning butun davlat miqyosida davomlashayotganiga 11 kun bo'lganligi, norozilik namoyishlarining 31 viloyatning hammasida o'tkazilayotganligi bildirilgan. Amerika prezidenti Donald Trump juma kuni agar Tehron namoyishchilarga qarshi o'lim xavfi yaratadigan kuch ishlatsa, Washingtonning namoyishchilarga yordam beradiganligini jakarlagan edi. Iran yaqinqi haftalarda iqtisodiy ahvolning yomonlashib ketishi va riyalning dollarga bo'lgan perevod nisbatining 1,350 mingdan oshib, qimmatining tez sur'atda tuvallab ketishi keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lmoqda. Iran hukumat taratqullari juma kuni bir kechada butun mamlakatni qoplagan namoyishlar haqidagi sukutini buzib, Amerika bilan Isroiliyaning terrorchi jasuslarining o't qo'yish va zo'ravonlik harakatlari bilan shug'ullanganligini ilgari surdi. Bu namoyishlar Iran doiralarining namoyish haqidagi tunji rasmiy bayonoti bo'lib hisoblandi. Navbatda Iran hukumati internet tori va xalqaro telefon aloqasini uzayotgan bo'lib, bu ahvol davlat ichidagilar bilan aloqalashishni qiyinlashtirgan. Ukraina armiyasi butun Ukrainaning boshqariladigan bomba tahdidi ostida ekanligini bildirdi. Ukraina havo armiyasi Rossiyaning Kiyevga qilgan hujumidan keyin butun Ukrainaning boshqariladigan bomba tahdidi ostida ekanligi haqida ogohlantirish chiqardi. Doirlarning bildirishicha, hujumda nurg'un fuqaro yaralangan. Kiyev shahar boshlig'ining bayonotiga asoslanganda, Rossiyaning Ukrainaning poytaxtiga qilgan hujumlarida kam deganda 4 kishi hayotidan ayrilgan, 10 kishi yaralangan. Rossiya kechida Ukrainaning boshqa shaharlariga hujum qilgan bo'lib, bu shaharlardan sharqqa joylashgan Xarkivdagi hujumga munosabatli xabarlar texnicha dalillanmagan.
Ukraina havo armiyasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda dushmanning uchquchisiz havo apparatlari bilan Kiyevga qilgan keng ko'lamli hujumi davomlashmoqda. Butun Ukraina boshqariladigan bomba tahdidi ostida turmoqda deganlar ta'kidlandi. Ukraina Moskvaning urush harakatlarini mablag' bilan ta'minlashga yordam berayotganligi ilgari surilgan Rossiya energiya aslahalariga zarba berish harakatining bir qismi sifatida Belgoroddagi bir neft ombiriga zarba bergan bo'lib, Ukrainaning hujumi natijasida Rossiyaning chegara rayoni Belgorodda 20 milliondan ortiq kishining tok va isinish mulozimati uzilib qolgan. Hurmatli ko'rmanlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.